O'ta aqlli katyonlarni oldiga yetkigan. Nimaga aqlli deysizlarni videoda o'tkazmasak ko'rib turasizlar. Qaranglar. Birinchi sensorli bo'ladi. Uyda o'tirib oladi. Yo'qsa chet elda turgan boshqadan bo'ladi. Xudo xolasa. Va mana oddiy joylarcha karbonivisi bo'ladi. Yomg'ir tushsa ham zanglamayman, men chidab beraman degani bo'ladi. Va uchinchisi svet bormi, yo'qmi, mana ishlayveraman. Shu ishlar shu uyda issiq qolmoq bo'laman degan variantlari bo'ladi. Videoda o'tkazmasak ko'rib tursangiz, sizlar to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Ko'zlaymi, hayajon bosib gapirmay topganda bo'lyapti. Akalar, xullas bizda yangilar, protsesslarni bosib ishlab chiqarib biznesda birinchilarni ko'rib bo'ladi. Sizlarga buni to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Biz yana o'sha Nur kompaniyasiga yetkigan va videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, aniq, to'liq, do ma'lumot beramiz. To'g'risi gaplarni chalgashib boshlanaylik buni. Mana, olar chetda ezik. 2026-yilda o'ta aqlli katyonlar bo'ladigan katyonlar yetilgan. Ya'ni Nur Techno nima? Topilma Nur Techno Group. Ana jinni boshlanadi. Mayli. 2026-yilda o'ta aqlli bo'ladigan katyonlar yetilgan va o'sha tayyor bo'lib chiqyapti ham. Va buni nimasi aqlli, nimasi qulay, nima afzal jihatlari bor deganlar. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumot beradi. Birinchi navbatda sensorli bo'ladi, ikkinchi navbatda juda jaydaricha bo'ladi va uchinchi navbatda mana qora quti bo'ladi. Hozir sizlarga ma'lumotini ido, ya'ni boshdan oxirigacha tushuntirib o'tamiz. Faqat shoshilmasdan ko'rib olinglar. Keyin telefon qilib oladigan bo'lsalaring, zakaz bersangiz bo'laveradi. Faqat to'liq tushunmasangiz o'zlaringizga foyda. Tushunmasdan turib telefon qilsalaring, yana xato qilib qo'yasizlar. Xullas, bizda yangilar videoda o'tkazmasak ko'pchilar hammasini sizlarga to'liq tushuntirib beramiz. Va bu yerda Aristonli varianti ham xohlasangiz ham uyingizdan isida ham issiq bo'lib turaveradi. Xohlasangiz choycha Abdulloh bo'ling. Choycha Abdullohdan bejirilgan bo'laveradi. Bizda yangi bo'lsangiz, protsessor bosib qo'ying. Uzoq kutilmagan holatda videomizni boshlaylik. Ana endi to'liq arzorda Akbarjonni olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangiliklar qutlug' bo'lsin. Hech kimning yo'qlardan bo'pti. Qora quti, karbonli va sensorli modellar. Bundan tashqari Aristonlilari bor edi. Va oddiy soddachasi ham bor. Va mashina 2026-yilda xudo xolasa trend bo'ladi. Va videoda oxirigacha ko'rib tursa to'liq ma'lumot bersangiz, ya'ni mashinadan boshlasangiz, bu qora quti va nima funksiyalar kirdi, nima yangiliklar kirdi, o'zingiz to'liq tushuntirib bersangiz. Nur brend ostidagi 26-yil model hisoblanadi. 26-yil optimal modellari. Ya'ni 2025-yil versiyalarida hamma tanish bo'lgan, ko'pchilik foydalangan. 2026-yilga kelganimizda endi tashqi ko'rinishdan boshlab hamma joyda o'zgartirish harakat qilingan. Asosiy o'zgartirishlarga esa bu oyna bo'ladi. Birinchi navbatda nimaga qilingan? Bu narsa ichkaridagi issiqni tashqariga chiqib ketmasdi. Ya'ni har eshikni ochib yotganingizda issiqni tashqariga chiqib ketishi. 89 ichki kipidek bo'lsa shu narsa chiqib chiqadi. Shu hisobiga biz o'tkichdan 1600 gradusli 2 sm bo'lgan oynadan foydalanyapti. Mijozlarimizga endi uzoqdan turgan qulayliklarga, eshikni ochmasdan turgan ko'mir tushyapti, qanaqa yonyapti ko'rishlarini yana yengillashtirish maqsadida qilingan. Shunday masjiddan turib ko'rib qo'yaveradi. Ham dekorativ juda chiroyli bo'lib turadi. Yangiliklardan bu hali hech kimda yo'q narsa bu. Endi buni minus taraflari bor. Yagona minusi bu qorayib qolish. Vaqt kelib qoladi. U hatto kunda, 2 kunlarda qorayib qoladi, artib tursa, lekin eshikni ochib rasxod ko'paytirganda artib turgan ancha yaxshi bo'ladi. Endi bir ko'mir solayotganda qo'toq qilib qo'yasiz, o'shanda ichlar kundan to'g'rilayotganda bitta artib qo'yasiz. Bu iloji yo'q, kunini olasiz, o'sha paytda bitta artib qo'yasiz. Bu asosiy o'zgarishlari 100 yillik mo'ljallangan katalogimiz ko'ryapsiz. Jumlasini. Katta ham turadi. Endi mijozlarimizda 2026-yilda aynan bu versiyalarda 10 xil modellar bo'ladi. Ya'ni xohlagan modellar. Buni oynalisi, oynasizi, qora qutuligi yoki eshiklari karbonli har xil variantlari bor. Qaysi ma'qul kelsa, shundan olib bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa, uni ham aytib o'tamiz. Keyingi o'shancha protsesslarni bosib qo'yilib, keyingi yanvar oyida polnisi yana to'g'rilab tushuntirib beramiz. O'shancha protsesslarni bosib qo'yishlari shart. Bo'lyapti, kundan boshqa qismi tepasida yo'q. Aynan bu modelda pastga joylashtirilgan qora qutida, ya'ni bunda
invertor bilan jihozlangan. Endi sizda elektr o'chish holati yuzaga kelsa ham bu bunaqa nimalar bor. Masalan, 20 soat, 30 soat, 40 soat, 60 soatgacha bemalol ishlab turish imkoniyati ega. 60 soatgacha. 60 soatgacha komplektga qarab turib, bundan katta qutulari mavjud bo'ladi. Bu kichkinarog'i, bu 25-30 soat ishlab turadigan, bundan kattalari ham mavjud. Bunda topli pot uchun alohida, gradusnik, radiatorlar uchun alohida, hammasi uchun alohida Wi-Fi bilan ishlaydi. Akalar bitta narsa-da, mana keling, mana yerda deylik. 60 soat zo'r variant, to'g'ri. Endi bu videoda bilmayman, mana 12 soatlik sigiri, kommentariyada yozib ketinglar. 60 soatligini oladilar, 12 soatlik yetadi. Xavfli svet o'chib qolsa, o'chmasa o'zi ishlayveradi avtomatik. Elektrli bo'ladi. 60 soat bu hazil emas-da. Endi bitta qo'yilgan masala chunki ko'rishingiz mumkin. Mana motor qismi burada katta bo'ladi. Bu 75 ning motor bo'ladi. Motor 5-6 sekund ishlab 20-25 minut, yarim soat, 1 soatgacha dam oladi. Ko'pchilik elektr rasxodiga qiziqadi. Elektr rasxodi 24 soatgacha 6 kilovat rasxod qiladi. Mana shu. Asosiy savol. Asosiy savollardan bittasi elektr rasxodi. Endi qaranglar, bu o'zi hamma yo'q bo'ladi. Siz 3 qo'zg'ot avtomatik o'tadi. Avtomatik. Nafaqat bu katolni, bundan tashqari uydagi suv nasoslarida, semiruvchilar hammasini ko'tarib turadi. Mana shu narsa. Bitta bilan hamma problema hal bo'ladi. Elektr bormi yo'qmi sizga endi qiziqdi. Yana ham yaxshiroq variantlar bor. Quyosh paneli tepasida joylashtirilgan bo'ladi. Bu elektr o'chgan holatda ham agar quyosh bo'lsa, buni quyosh paneli zaryadlab turadi. Bunda tabiiyki sizda uzilish bo'lmaydi. Bu quyoshdan zaryad beradi. Bu yana bo'ladi. Yana ham uzoqroq. Yashamaysiz bo'ladi degan nima bo'lyapti? Yana o'sha g'alati deyiladi. Bunisi 200 kvadratga mo'ljallangan. Farqini ko'rish mumkin. Qaranglar, yana bitta narsa, to'g'ri aytibdi. Buni ham 100 dan o'sha 200 gacha bo'ladi, 1000, 5000 gacha bor. Masalan, bularni ham agar 100 dan 5000 gacha bor. Faqat hozirda turgan nimaga magazinga qo'yib qo'yganligi uchun, mana shunday tushuntiraylik, oddiy soatgacha qilib va mana 200 kvadrat bunda yo'qmi demanglar. Buni ham xohlagan variantingiz bor, buni ham xohlagan variantingiz bor. Faqat bu ikkala arzon uchun qo'yib qo'yilgan. Bizda misol 200 talik kataloglarni siz aynan shu 200 talikda 8-10 xil variantini ko'rsatamiz. Bitta 200 talik emas, 10 xil 200 talik bor. Qaysi ma'qul bo'lsa, narxi, komplektatsiyasi ma'qul bo'lsa, shunda olishlar mumkin. Ichlari misol kimgadir list qavrog'i kerak bo'lsa, misol uchun ichi cho'yanliklari ham bor. Hop, bunga to'xtaladigan bo'lsak, bu karbonli miya ham bor. Boshqalar, aynan boshqalar uchun karbonli eshik qismlari, karbonli bo'ladi. Bu issiqlikni yana ham ushlab turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Original karbon shakllari to'g'ri, buni narxi jicha qimmatroq chiqadi. Hozir bitta original karbon emas. Boshlar bilan shug'ullangan mutaxassislar. Lekin klem yetkazib berayotgan paytimizda original karbon bo'ladi. Eshiklar metal ishlatilgan. Bu hozirda video uchun lekin original karbon qo'yib beriladi. Karbonni foydasi bosa borki, zarari yo'q. Xo'p, endi buni ko'rdik, funksiyani bunda lekin sirtisi o'chirgan varianti bu. Bu o'chirgan variant. Ochiq aytishingizda. Endi bu 200 talikda ham misol boshqacha versiyasi bu. Misol uchun xuddi bunaqa versiyasi ham bor. Xohlasa. 8 xil versiyasi bor. Xohlasa karbon versiyasi, xohlasa bunaqa, boshqa xohlasa Rossiyadan keltirilgan DM320 shu mashhur Zota kompaniyalaridan foydalanilgan boshqa qismlardan ham bor. Xohlasa. Ular o'ziga qarab turib, xohlaganini maqsad bo'laveradi. Komplektga qarab turib, qisqa bo'laveradi. Bu bilan 075 talik motor. Ya'ni siz bu motor bilan nimaga 075 aynan 037 va 070 deyishni? Sababi mana bunaqa razmerli ko'mirlarni bemalol keladi. Endi ko'mirga keladigan bo'lsak, siz agar ko'mir yoqish paytida bu katollarda yoki faqat bunaqa ko'mirdan foydalanasiz, yoki bunaqasidan yoki bunaqasidan. Ana, 3 xil variant. Uchalasini aralashtirib yoqadigan bo'lsangiz, katol juda qiyin holatga tushib qoladi. Demak, o'zi shetko'zni sartaroqqa qildirib olgan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Misol, uchalasini baravar yoqib bo'lmaydi. Chunki bu katollarda qolib bor. Siz bunaqa ko'mir yoqmoqchi bo'lsangiz, o'sha qolib qo'yishingiz kerak. Bunaqa o'sha qolib qo'yishingiz kerak. Ko'mirni narxi o'zgarmaydimi? Yo o'zgargani bilan baribir o'sha-o'shani to'g'ri, sartaroqqa qilib qo'ygan 100-200 sartaroqqa bo'lishi mumkin, lekin yo'q, o'sha soat yonadi. Shuni hisobga olib qo'ygan yaxshi. Xo'p, 300 kvadratga mo'ljallangan katol. To'g'ri. Bu 28 kvadrat. Endi siz bunkerini ham Rossiyaga qarab, Fransiyaga qarab turib, yana ham kattaroq yoki kichikroq. 5 kunga yetadigan yoki 2 kunga
standart yetadiganlarni bemalol zakaz qilib bo'ladi. Aslida men hozir endi so'ramoqchi edim, to'g'risi gapni to'xtagandan keyin. Demak, mana shu bunkelini kimdir pulini yana qo'shib berishi mumkinki, kattaroqlar qo'yib bersa 1-2 kunga emas, 3-4 kunga yetsin desa, o'sha narsani qo'yib beraverasiz. Yo'q, qo'yib bermaymiz. Xuddi o'sha narsa komplekt bu. O'shani tanlashtirasiz. Ha. Misol kimdir mashina olaman deyapti, konsertga mashina olyapti, bo'ldi, 3-pozitsiya o'zi o'shani olish kerak. Ha, to'g'ri. Endi men so'rayman-da, doimchiliklar tarafini og'ir, ular bo'linsa ham bor. Endi Aristotel variantimizni aytib ketdik. Buni yana narsasini aytib ketamiz. Sizlarga oldingiz katalogda juda ko'p muammo bo'ladi. Bizda ham bu narsa yillardan oldin bo'lib kelgan. Bu katalogni olganingizdan keyin siz o'ng tarafini, hozir bu o'ng taraf turibdi. Olib borishda uyga qo'ydingizda, aradan 1-2 yil o'tdi-da yoki 3-4 yil o'tib turib, katalog joyini o'zgartiryapsiz. Shunda sizga bu taraf tushmay qoldi. Qo'yadigan katalogni. Shunda endi sizda muammo bo'ladi. Qanaqa qo'yib joylashtiraman degan savolga biz yechim qilib ketdik. Endi siz olagan paytingiz bu narsani bu tarafga olib qo'yishingiz mumkin. Ha, demak, o'ngga chapga men qattiqsa bo'ladigan variant. Shunaqa. Xohlasalar olib turib bu tarafga qo'yib olishadi, xohlasalar olib turib bu tarafga qo'yib olishadi. Bu tarafga yo'l qo'yishadi. Ha, zo'r variant. To'g'ri fikr. Endi kimdir joyda almashishi mumkin, kimdir ofisda bo'lishi mumkin. Mashaqqatga ham zo'r bo'ladi. Ishxonasi bo'lishi mumkin. Vaqtlar keladi ham. Men xalq tomoniga qarshi zo'r yildi. Misol bizdan olgan mijozda uzoq yil ishlashni hisobiga olib qo'yamiz bu narsa. Ha, bu yana ham nimaga qulay? Qaranglar. Bitta katta yo'ldosh $1,500 olmaysiz. Shunga yo'nalmasiz. Bu yutadi. $200 yo bo'lsa $200 rasm bu haqida. Shu bilan qutulasiz. Endi asosiy bularga ham o'xshaydi bular. Xo'p, bularimiz 2025 modellar bo'ladi. Ko'p ko'rinadi. Qiziqarli joyi Aristotel. Ha, Aristotel bo'ldi. Bularimiz ishlab chiqarilishi sotuv jarayonlari to'xtatilmaydi. Bemalol endi bizda mijozlarimizda 2025 yoki 2026 versiyani olish imkoniyati bo'ladi. Ha. Ko'ryapsiz, xatti ancha bor. Lekin bular nusxoy sinovdan o'tgan. Ko'pchilik nima deyishdi? Misol, rasxod tarafini aytamiz, rasxodi bularni kam emas. Rasxod misol nerealniy 25-30 kilo rasxod qilmaydi. Yolg'on emas. Materiali qalin bo'lgani uchun, uzoq yil ishlashni hisobi bilan qalin ishlatilgani uchun, uchlari cho'yali bo'lgani uchun, katalog standart razmerda bo'lgani uchun, kattaroq bo'lgani uchun, misol uchun bizda 35 yoki 25 kilovat yo'q. Agar siz 20 kilovatni 2 talik katalogsiz, bemalol 250 gacha ko'tariladi. Shunisi standart razmerda bo'lgani uchun, rasxod tarafini misol mana shu 300 kvadratli katalogimiz bemalol 55, 60, 70 kiloga rasxod qiladi. Ko'pchilik yo'q, ko'p deyishi mumkin, lekin bu sifat savol ko'ngil yoqqaningizda. Realmisiz. Sizga kimdir misol uchun yolg'on ma'lumot berib 20 kilo deyishim, lekin unaqa yoqmaydi. Chunki ichida bularni 70 litr, 75 litr suv bo'ladi. Pastda ham isib turish uchun, sirkulyatsiya qilish uchun bu rasxod qiladi. Shunaqa talablarni yutib ketadi. O'zi aslida qaranglar, to'g'ri fikr bu o'zi. Aslida men taraflarni olmayman bular. Men qarindoshman, to'g'rini aytib beraman. Lekin qulaylik jihatdan aytib o'tsak, bu to'g'ri rasxod qiladi, lekin o'sha siz aytgan o'sha issiqni beradi. Ekanam qiladi, akvarimni yopib, turbaning kichkina qilib bir narsalar qilishyapti. To'g'ri, tamom, boshqa joylarda boshqalarda yomonlar deylik, lekin o'sha narsadan ko'ra, misol ekanam turib, uy sovuq o'tirganda, nima masalan, omon bo'lib, bu borganda, ochiqda. Xo'p, bulardan ham bor doim, doim sotuvda bor. Bularni tanishib o'tganmiz, ichlari so'yali model. Asosiy bor. Hammasida biz iloji boricha mijozlarni uzoq yil ishlashni hisoblaymiz. Iloji boricha yaxshi mahsulotdan foydalanadi. Ko'ryapsiz, 2025-yil sotuvda bor, 2026-yildagilar bo'lsa, xudo xolasa yanvar oyidan boshlab bemalol buyurtmalar qabul qilamiz. Hozirgacha telefonda bo'lyapti, lekin buyurtma qabul qilganimiz yo'q, yaqinda ta'minot bo'lib o'tdi. Endi narxlarni chiqaramiz. Ana shuni so'rayman. Nimaga buni oldin aytmayapmiz moshina? Narxi nimaga aytilmayapti? Sabab nima bo'ladi? Yangi yilda chiqadi narxi. 2026-yil versiyasi degandan keyin 2026-yilda sotuvlar boshlanadi. Sotuvlar boshlanadi. Lekin oldindan zakaz berib o'chirib tursa bo'laveradi. Ha, navbat bilan shuni aytib o'taylik, bularda navbat bilan bo'ladi. Nimaga deganlarga tanish bilishlik unaqa imkoniyatlar bo'lmaydi. Sababi yozib qo'yishlari mumkin. Telefon ko'rdik, 50-60 kun deyapti. Realniy narsa bizda 15-20 kunda olish imkoniyati bor. Tem bo'lib hozirgi kunda. Keyingi yil unaqa bo'lmasa kerak, sal kunni qisqarsa kerak, ishlar ko'payadi, xudo xolasa.
Akalar, mana shu joyga ko'rganlarga bitta narsani aytib o'taylik. 2026-yildan buni narxlari chiqargan. Bularda narxlari bor. Mabodo mutlaq fonksiyalar, yana chegaralik raqamga bemalol gazini bosdan olib xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bo'ladi. Akalar, bemalol pastki raqamga aloqaga chiqib olasizlar va tanishib ishlaringiz jo'natuvchi esdan chiqmasa va kommentariy yozib ketishdan esdan chiqmasa. Qaysi biri sizlarga yoqdi, qaysi biridan olgan bo'ladimi va tanishishga albatta jo'natib qo'ying. Bunaqa variantni hech qayerda topish ham deydi. Aniq bilan bunaqa variantni hech qayerda topish ham deydi.